Agar siz pensiyangizni Xalq banki, Agrobank yoki O'zmilliy bank orqali olayotgan bo'lsangiz, bu videoni albatta oxirigacha ko'ring. Chunki bugungi ma'lumot nafaqat sizga, balki ota-onangizga, bobo-buvingizga, qo'shningizga, qarindoshingizga ham tegishli bo'lishi mumkin. Pensiya pulini qaysi bankdan olish, karta ishlashi, naqd pul yechish, bankomatdagi muammo, plastik karta muddati, komissiya, SMS xabarnoma, kredit yoki qarzdorlik sababli ushlab qolish kabi masalalarda ko'pchilik hali ham aniq tushunchaga ega emas. Men bugun sizga bu masalani oddiy tushunarli, lekin juda batafsil qilib tushuntirib beraman. Chunki bitta kichik xato yoki beparvolik sabab pensiya kechikishi, karta bloklanishi, pulni vaqtida ola olmaslik yoki ortiqcha sarson bo'lish holatlari uchrab turadi. Videoni boshlashdan oldin kanalga hozirroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bu kanalda pensiya, nafaqa, bank, kredit, subsidiya va fuqarolarga tegishli muhim yangiliklarni sodda tilda tushuntirib boraman. Oldin pensiya olish jarayoni ko'pchilik uchun juda oddiy ko'rinardi. Pensiya kuni keladi. Odam bankka boradi yoki mahallaga naqd pul tarqatiladi. Pulini oladi, uyiga qaytadi. Ayniqsa yosh katta insonlar uchun pensiya deganda qo'lga naqd pul olish tushunilardi. Ko'p joylarda Xalq banki asosiy pensiya to'lovchi bank sifatida tanilgan edi. Keyinchalik Agrobank, O'zmilliy bank va boshqa banklar ham ayrim hududlarda pensiyasi va nafaqa to'lovlarida ishtirok eta boshladi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Pensiyalar tobora ko'proq bank kartalariga tushmoqda. Bank filialiga borish shart bo'lmagan holatlar ko'paydi. Mobil ilovalar, bankomatlar, infokiosklar, plastik karta, onlayn to'lovlar hayotimizga kirib keldi. Bir tomondan bu qulay, pensiya kartaga tushadi, odam istagan paytda yechib oladi yoki do'konda karta orqali to'laydi. Ikkinchi tomondan esa yoshi katta fuqarolar uchun yangi muammolar paydo bo'ldi. Karta PIN kodi esdan chiqadi, bankomat pul bermaydi, karta muddati tugaydi, SMS kelmaydi, bank ilovasini ishlata olmaydi. Kimdir aldab kartasidan pul yechib oladi. Eng katta muammo shundaki, ko'p pensionerlar bank tizimidagi o'zgarishlarni o'z vaqtida bilmaydi. Masalan, pensiya boshqa bank kartasiga o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Karta yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Hisob raqami yopilgan bo'lishi mumkin yoki pensionerning hujjatlarida nomuvofiqlik borligi sabab to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Shunday paytda odamlar darrov vahimaga tushadi. Pensiyamni kesib tashlashdimi? Bank pulimni ushlab qoldimi? Endi qayerga boraman degan savollar ko'payadi. Men sizga shuni aniq aytaman. Pensiya masalasida eng muhim narsa bu xotirjam bo'lish, lekin befarq bo'lmaslik. Ya'ni muammo chiqsa, birinchi navbatda sababini aniqlash kerak. Bank aybdormi? Pensiya jamg'armasi tomonidan to'lov kelmadimi? Karta muammosimi, hujjat muammosimi yoki shunchaki texnik kechikishmi? Buni ajratib olish zarur. Agar siz pensiyani Xalq banki, Agrobank yoki O'zmilliy bankdan olayotgan bo'lsangiz, birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa bank faqat pulni yetkazib beruvchi tashkilot. Pensiyani tayinlash, miqdorini hisoblash, oshirish yoki to'xtatish masalasini bankning o'zi hal qilmaydi. Bank sizga kelgan mablag'ni karta yoki hisob raqam orqali beradi. Demak, pensiya umuman tushmagan bo'lsa, faqat bankni ayblash har doim ham to'g'ri emas. Masalan, bir pensioner har oyning 10 sanasida pensiya oladi. U Xalq banki kartasiga pul tushishini kutadi. 10 sana kuni SMS kelmadi. U bankka borib, nega pensiyamni bermayapsizlar deydi. Bank xodimi tekshirsa, pensiya jamg'armasidan bu odamning hisobiga hali mablag' kelmagan bo'ladi. Bu holatda bank pulni ushlab turgani yo'q. Bankda beriladigan pulning o'zi yo'q. Bunday paytda pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki Bin-bidik dartim kabi rasmiy murojaat kanallariga murojaat qilish kerak bo'ladi. Ikkinchi holat, pul tushgan, lekin karta ishlamayapti. Masalan, pensiya 20.200.000 so'm bo'lsa, mablag' hisobda turibdi, ammo bankomat operatsiya bajarilmadi deb chiqaradi. Bu holda muammo pensiyada emas, karta yoki bankomatda bo'lishi mumkin. Karta muddati tugagan, PIN kod noto'g'ri kiritilgan. Bankomatda naqd pul tugagan, karta vaqtincha bloklangan yoki texnik uzilish bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l bank filialiga pasport yoki ID karta bilan borishdir. Uchinchi holat. Pensionerning kartasidan pul yechilgan, lekin u o'zi yechmagan. Bu juda jiddiy masala. Ba'zan farzandlar, nabiralar yoki begona odamlar pensionerning kartasini olib, PIN kodni bilib pul yechib oladi. Ba'zan telefon orqali bankdanmiz, kartangiz bloklanadi, kod ayting deb aldashadi. Men doim aytaman, hech qachon kartangizning raqamini
amal qilish muddatini, SMS kodini, PIN kodini hech kimga aytmang. Bank xodimi ham sizdan SMS kodini so'ramaydi. Agar kimdir so'rasa, bilingki, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki ular ko'pincha bankka borishda, karta ishlatishda yoki telefon orqali kelgan xabarlarni tushunishda qiynaladi. Masalan, 7 yoshli ona pensiyasini Agrobank kartasida oladi. U bankomatga borishni bilmaydi. Qo'shnisining bolasiga kartani berib, 20 million so'm yechib ber deydi. Bola pulni yechadi, lekin 20 million emas, 20 million 500 ming so'm yechib, 500 mingini o'zida olib qolishi mumkin. Keyin buni isbotlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun kartani boshqaga berish juda xavfli. Ikkinchi toifa bu kredit yoki qarzdorligi bor pensionerlar. Ba'zi pensionerlar bankdan kredit olgan bo'ladi yoki kafil bo'lgan bo'ladi. Keyin pensiya tushganda ma'lum qismi avtomatik ushlab qolinishi mumkin. Masalan, pensioner O'zmilliy bankdan 10 million so'm kredit olgan. Oylik to'lovi 900 ming so'm. Uning pensiyasi 2 million 7 ming so'm. Har oy pensiya tushishi bilan 900 ming so'm kreditga ketib, kartada 20 million 200 ming so'm qoladi. Pensioner esa pensiyam kamayib ketdi deb o'ylaydi. Aslida pensiya kamaymagan, qarz to'lovi ushlangan. Lekin bu yerda muhim nozik jihat bor. Har qanday ushlab qolish qonuniy asosga ega bo'lishi kerak. Agar siz rozilik bermagan bo'lsangiz, sud qarori bo'lmasa, ijro hujjati bo'lmasa yoki kredit shartnomasida avtomatik yechib olishga ruxsat bo'lmasa, bank o'zicha pulingizni olib qo'yishi mumkin emas. Shuning uchun kredit shartnomasini o'qish. Bankdan hisobdan yechilgan pullar bo'yicha ko'chirma olish juda muhim. Uchinchi toifa bu karta muddati tugagan pensionerlar. Plastik kartaning ustida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Masalan, 05/25 deb yozilgan bo'lsa, karta 2025 yil may oyigacha amal qiladi. Muddati tugagach pul hisobga tushishi mumkin, lekin karta bilan to'lov yoki yechish ishlamasligi mumkin. Bu holatda bankka borib yangi karta chiqarish kerak. Ayrim banklar kartani bepul yangilaydi. Ayrim holatlarda xizmat haqi bo'lishi mumkin. Buni oldindan so'rab bilish kerak. 4-toifa bu boshqa hududga ko'chib ketgan pensionerlar. Masalan, odam Samarqandda pensiyaga chiqqan. Keyin Toshkentga farzandining oldiga ko'chib kelgan. Pensiya hali eski hududdagi ma'lumotlar asosida yuritilishi mumkin. Agar yashash joyi, pasport ma'lumotlari yoki telefon raqam o'zgargan bo'lsa, bu ma'lumotlarni yangilab qo'yish kerak. Aks holda bank xabarnomalari eski raqamga ketadi. Pensiya bo'yicha chaqiruv yoki tekshiruv xabarlari yetib bormaydi. Agar pensiya 1 yoki 2 kunga kechiksa, darrov pensiyam to'xtatildi deb o'ylamang. Ba'zan to'lovlar grafik asosida amalga oshiriladi. Bir hududda 5 sana, boshqa hududda 2 sana, yana boshqa joyda 12 sana bo'lishi mumkin. Dam olish kuni, bayram kuni. Texnik profilaktika yoki banklararo o'tkazmalar sabab kechikish bo'lishi mumkin. Muhimi oldingi oylar bilan solishtiring va rasmiy ma'lumot oling. Agar bankomat pul bermasa ham darrov qo'rqmang. Bankomatda pul tugagan bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya kuni bir mahalladagi yuzlab odam bitta bankomatdan pul yechadi. Tabiiyki, bankomatdagi naqd pul tugaydi. Bu sizning hisobingizda pul yo'q degani emas. Boshqa bankomatdan tekshirib ko'ring. Bank filialiga boring yoki karta orqali do'konda to'lov qilib ko'ring. Agar SMS xabar kelmasa ham pul tushmagan degani emas. Ba'zan SMS xabarnoma xizmati ulanmagan bo'ladi. Telefon raqam o'zgargan bo'ladi. Balansda SMS xizmati uchun mablag' bo'lmaydi yoki aloqa operatorida kechikish bo'ladi. Bank ilovasi orqali yoki bankomatdan balansni tekshirish mumkin. Agar ilova ishlatolmasangiz, bankka pasport bilan borib hisob holatini bilib olasiz. Keling, birinchi misolni olaylik. Oltin taksi yoshli Otaxon Xalq banki kartasiga har oy 1 million 800 ming so'm pensiya oladi. U har doim 7 sana kuni bankka boradi. Bir oy 7 sana yakshanba kuniga to'g'ri keladi. Otaxon bank yopiq, SMS ham kelmagan. U pensiyam to'xtadi deb xavotirlanadi. Dushanba kuni borib tekshirsa, pensiya tushgan, faqat SMS xizmati ishlamagan. Bu yerda xulosa, sanaga, dam olish kuniga va SMS xizmatiga alohida e'tibor berish kerak. Ikkinchi misol. 13 yoshli ayol Agrobank kartasiga 20 million 500 ming so'm pensiya oladi. U nabirasiga kartasini berib, 500 ming so'm yechib kelishini aytadi. Nabirasi bankomatdan 20 million so'm yechadi, 500 mingini beradi. Qolganini ishlatib yuboradi. Ayol bankka borib shikoyat qiladi. Bank video kuzatuvini tekshirishi mumkin. Lekin karta va
pin kod egasi roziligi bilan berilgan bo'lsa, masala murakkablashadi. Shuning uchun kartani hech kimga bermaslik, eng yaqin odam bo'lsa ham pin kodni aytmaslik kerak. 3-misol. 7000 yoshli pensioner o'z Milliy bank kartasiga pensiya oladi. Oldin 2 million 300 ming so'm tushardi. Bu oy kartada 1 million 600 ming so'm qoldi. U pensiya qamaydi deb o'ylaydi. 700 ming so'm kredit to'lovi yechilgan. Demak, pensiya qamaymagan, bank kredit shartnomasi bo'yicha pul yechgan. Bunday holatda pensioner kredit shartnomasini tekshirishi, to'lov grafikini olishi va agar noqonuniy ushlab qolish bo'lsa, bankka yozma ariza berish kerak. 4-misol. Bir pensionerning kartasi muddati tugagan, pul hisobga tushgan, lekin bankomat kartani qabul qilmayapti. U 3 kun sarson bo'ladi. Har xil bankomatlarga boradi. Oxiri bankka kirsa, karta muddati tugagani ma'lum bo'ladi. Yangi karta chiqarilgach pulini oladi. Bu yerda oddiy maslahat. Kartangiz muddatini har oy bir marta ko'zdan kechiring. Ayniqsa muddat yaqinlashgan bo'lsa, oldindan bankka boring. Pensiya masalasida hamma holat bir xil emas. Masalan, ayrim fuqarolar pensiyani kartada emas, naqd shaklda olishni xohlaydi. Ba'zi joylarda yoshi katta, nogironligi bor yoki harakatlanishi qiyin pensionerlarga uyga yetkazib berish tartiblari bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda hammaga tegishli degani emas. Bunday xizmatdan foydalanish uchun mahalla pensiya jamg'armasi yoki bank orqali aniq tartibni bilish kerak. Yana bir istisno, pensioner chet elga chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Agar odam uzoq muddat chet elda yashasa, pensiya to'lovlari bo'yicha alohida talablar yuzaga kelishi mumkin. Ba'zan tiriklikni tasdiqlash, hujjatlarni yangilash yoki vakil orqali ish yuritish talab qilinadi. Bunday holatda kartam bor, pul tushaveradi deb befarq bo'lish to'g'ri emas. Rasmiy organlardan aniq ma'lumot olish kerak. Yana bir nozik masala bu ishonchnoma orqali pensiya olish. Agar pensioner o'zi bankka bora olmasa, ishonchli odamga notarial ishonchnoma berishi mumkin. Lekin ishonchnoma berish juda mas'uliyatli ish, chunki vakil pulni olib pensionerga bermasa, keyin nizo chiqadi. Shuning uchun ishonchnomani faqat haqiqatan ishonadigan odamga bering, pul olinganini nazorat qiling, imkon bo'lsa har oy bank ko'chirmasini tekshirib boring. Yana bir holat. Pensioner vafot etgandan keyin kartada pul qolishi yoki pensiya tushib ketishi mumkin. Bunday vaziyatda qarindoshlar pulni o'zicha yechib olishi huquqiy muammo keltirib chiqarishi mumkin. Meros, dafn puli, ortiqcha to'langan pensiya kabi masalalar qonuniy tartibda hal qilinadi. Shuning uchun bunday og'ir vaziyatda ham bank va pensiya jamg'armasiga rasmiy murojaat qilish kerak. Eng katta xavflardan biri telefon firibgarligi. Firibgarlar ko'pincha yoshi katta odamlarni nishonga oladi. Ular men bank xodimiman, kartangiz xavf ostida, pensiyangiz bloklanadi, kod ayting, yordam beramiz deb qo'ng'iroq qiladi. Odam qo'rqib SMS kodni aytadi. Bir necha daqiqa ichida kartadagi pul yechib olinadi. Men buni juda jiddiy ogohlantirish sifatida aytaman. Bank xodimi hech qachon sizdan SMS kod, pin kod yoki kartangizning maxfiy ma'lumotlarini so'ramaydi. Ikkinchi xavf buni tanish bankomat yoki begona odam yordami. Bankomat oldida kimdir bering, men yechib beraman desa, ehtiyot bo'ling. U sizning pin kodingizni ko'rib olishi mumkin yoki kartani almashtirib qo'yishi mumkin. Agar yordam kerak bo'lsa, bank filiali ichidagi rasmiy xodimga murojaat qiling. Ko'chadagi notanish odamga karta bermang. Uchinchi xavf bu qarindoshlar orasidagi noaniq kelishuvlar. Ba'zi oilalarda pensionerning kartasi farzandida turadi. Farzand men kommunal to'lovlarni to'layman, dorilarni olaman deydi. Bu yaxshi niyat bo'lishi mumkin, lekin nazorat bo'lmasa, pensioner o'z pulidan qanchasi qayerga ketayotganini bilmay qoladi. Men tavsiya qilaman, agar farzand yordam bersa ham har oy aniq hisob bo'lsin. Masalan, pensiya 2 million so'm bo'lsa, 500 ming dori, 300 ming kommunal. 400 ming oziq-ovqat, qolgan pul pensionerning o'zida bo'lsin. Hammasi ochiq bo'lsa, nizo kamayadi. 4-xavf bu hujjatlarni yangilamaslik. Pasport ID kartaga almashtirilgan, telefon raqam o'zgargan, yashash manzili o'zgargan, lekin bankdagi ma'lumot eski qolgan bo'lishi mumkin. Keyin karta yangilashda, pul yechishda identifikatsiyada muammo chiqadi. Bank sizdan ma'lumotlaringiz mos emas deb qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Buning oldini olish uchun hujjat almashgan zahoti bankka borib ma'lumotlarni yangilash kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam pensiyangiz qaysi bank kartasiga tushishini aniq biling. Xalq bankimi, Agrobankmi
O'zmilliy bankmi yoki boshqa bankmi? Farqi yo'q. Sizda karta, hisob raqam va bank nomi bo'yicha aniq ma'lumot bo'lishi kerak. Agar ota-onangiz pensiya olsa, ularning kartasi qaysi bankka tegishli ekanini yozib qo'ying. Ikkinchi qadam, kartaning amal qilish muddatini tekshiring. Karta ustida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, oxirgi kunga qoldirmang. Bankka oldindan boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta oling. Ayrim hollarda eski kartani ham olib borish kerak bo'ladi. Yangi karta chiqquncha pul hisobda saqlanadi. Lekin undan foydalanish tartibini bankdan so'rab oling. Uchinchi qadam, bankdan hisob ko'chirmasi olishni o'rganing. Agar pensiya kam tushgandek ko'rinsa, kimdir olib qo'ydi deb taxmin qilmang. Bankdan oxirgi 1 oy yoki 3 oy uchun ko'chirma so'rang. U yerda qachon pul tushgani, qachon yechilgani, qayerga o'tkazilgani ko'rinadi. Agar siz kredit to'lovi, komissiya, xizmat haqi yoki boshqa yechimlarni ko'rsangiz, sababini so'rang. Og'zaki emas, kerak bo'lsa yozma izoh talab qiling. 4-qadam, agar pensiya umuman tushmasa, ketma-ketlik bilan harakat qiling. Avval bankdan tekshiring. Mening hisobimga pensiya mablag'i kelganmi deb so'rang. Agar bank kelmagan desa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni ham oling. Agar sizning nomingiz, tug'ilgan sana, JSSR yoki boshqa ma'lumotlarda xato bo'lsa, uni tuzatish talab qilinadi. 5-qadam, ariza yozishni biling. Bankka murojaat qilganda shunchaki og'ziga gapirib ketmang. Agar jiddiy muammo bo'lsa, yozma ariza qoldiring. Arizada ism, familiyangiz, telefon raqamingiz, karta yoki hisob raqamining oxirgi raqamlari, muammo sanasi, aniq talabingiz bo'lsin. Masalan, 2025 yil 10 iyun kuni pensiya mablag'im kartamga tushgani ko'rinadi, lekin bankomatdan yechish imkoni bo'lmadi. Sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Shunday yozsangiz, murojaat rasmiy ko'rib chiqiladi. 6-qadam, firibgarlikka qarshi himoya qiling. Telefoningizga kelgan SMS kodni hech kimga aytmang. Kartani hech kimga bermang. PIN kodni karta orqasiga yozib qo'ymang. Telefoningizda bank ilovasi bo'lsa, parolni oson qo'ymang. 1111, 1234 tug'ilgan yil kabi parollar xavfli. Agar telefon yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib, kartani bloklatish kerak. 7-qadam, yaqinlaringiz bilan tartib o'rnating. Agar siz pensiya bo'lsangiz va farzandingiz yordam bersa, har oy qancha pul tushgani va qancha ishlatilgani bo'yicha aniq gaplashib oling. Agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangizning pensiyasini o'z pulingizdek emas, ularning shaxsiy mablag'i sifatida ko'ring. U pul birinchi navbatda pensionerning ehtiyoji, dori-darmoni, oziq-ovqati, kiyimi va xotirjamligi uchun. Agar muammo karta bilan bog'liq bo'lsa, bankka boring. Xalq banki kartasi bo'lsa, Xalq banki filialiga, Agrobank kartasi bo'lsa, Agrobank filialiga, O'zmilliy bank kartasi bo'lsa, O'zmilliy bank filialiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport oling. Karta sizda bo'lsa, kartani ham olib boring. Agar karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bloklatish kerak. Agar muammo pensiya tayinlanishi miqdori, kechikishi yoki to'xtatilishi bilan bog'liq bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Bank sizga pensiya miqdorini oshirib bera olmaydi. Pensiyani qayta hisoblab bera olmaydi. Bank faqat kelgan pulni ko'rsatadi va beradi. Shuning uchun masalaning manbasini to'g'ri tanlang. Agar pulingiz noqonuniy yechilgan deb o'ylasangiz, bankdan ko'chirma oling, ariza yozing. Kerak bo'lsa, ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Ayniqsa firibgarlik bo'lsa, vaqtni boy bermang. Chunki pul qanchalik tez boshqa hisobga o'tkazilsa, uni qaytarish shunchalik qiyinlashadi. SMS xabarlar, qo'ng'iroq raqamlari, bankomat joyi, sana va vaqtni yozib qo'ying. Agar bank xodimi sizga qo'pol muomala qilsa yoki murojaatingizni qabul qilmasa, bankning ishonch telefoni, markaziy bankning murojaat kanallari yoki rasmiy onlayn platformalar orqali shikoyat qiling. Lekin shikoyat aniq bo'lishi kerak. Qaysi filial, qaysi sana, qaysi masala, kim bilan gaplashdingiz, qanday javob oldingiz? Menga yomon muomala qilishdi degandan ko'ra, aniq faktlar kuchliroq bo'ladi. Pensiya va bank masalasida yoningizda bo'lishi kerak bo'lgan asosiy hujjat bu ID karta yoki pasport. Hujjatsiz bank sizga hisob bo'yicha ma'lumot bermasligi mumkin, chunki bu xavfsizlik talabi. Keyingi hujjat karta. Agar karta yo'qolgan bo'lsa, bu haqda aytasiz. Agar pensiya guvohnomasi yoki nogironlik bo'yicha hujjatlaringiz bo'lsa, ularni ham olib boring. Agar vakil orqali ish qilinayotgan bo'lsa, notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Oddiy
bu mening o'g'lim yoki bu mening qizim degan gap bank uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Bank begona odamga sizning hisobingiz bo'yicha ma'lumot bera olmaydi. Bu sizni himoya qilish uchun qo'yilgan tartib. Agar kredit bo'yicha ushlab qolish bo'lsa, kredit shartnomasi, to'lov grafiki, hisob ko'chirmasi kerak bo'ladi. Agar sizda bu hujjatlar yo'q bo'lsa, bankdan nusxa so'rashingiz mumkin. Shartnomani o'qimasdan turib, bank noto'g'ri qildi deyisham, bank doim haq deyisham to'g'ri emas. Hamma narsa hujjat bilan tekshiriladi. Men sizga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Pensiya kartasini oddiy plastik deb emas, daromadingizning asosiy manbai deb qarang. Uni himoya qiling. Karta yo'qolsa, bu oddiy buyum yo'qolgani emas, pulingizga kirish eshigi ochilib qolganini anglatadi. Pin kod esa kalit. Kalitni begona odamga bermaysiz. Demak, pin kodni ham bermang. Har oy pensiya tushganini tekshiring. Agar imkoningiz bo'lsa, SMS xabarnomani ulang. Agar smartfon ishlatsangiz, bank ilovasida faqat rasmiy ilovani o'rnating. Begona havollarga kirmang. Pensiyangiz oshdi, ma'lumot kiriting degan shubhali xabarlarga ishonmang. Davlat organlari va banklar maxfiy kod so'rab havola yubormaydi. Agar ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, ularga bir marta tushuntirib qo'yish yetmaydi. Har oy eslatib turing. Bankomatdan qanday foydalanishni ko'rsating. Firibgarlar haqida ogohlantiring. Kartani hech kimga bermaslikni, SMS kodini aytmaslikni. Muammo bo'lsa, darhol sizga yoki bankka aytishni tushuntiring. Ko'pincha katta yo'qotishlar bilimsizlikdan emas, uyalishdan bo'ladi. Pensioner bilmayman deyishga uyaladi va begona odamdan yordam so'raydi. Biz esa yaqinlarimizga shunday sharoit yaratishimiz kerakki, ular bemalol savol bera olsin. Demak, agar siz pensiyani Xalq banki, Agrobank yoki O'zmilliy bankdan olayotgan bo'lsangiz, eng muhim qoidalar shular. Pensiya tushmagan bo'lsa, sababini bank va pensiya jamg'armasi orqali alohida tekshiring. Karta muddati va pin kod xavfsizligiga e'tibor bering. Hisob ko'chirmasini talab qilishdan qo'rqmang. Kredit yoki qarzdorlik bo'lsa, ushlab qolish asosini tekshiring. Firibgarlarga hech qanday kod yoki karta ma'lumotini bermang. Bu ma'lumotni o'zingiz bilan cheklab qo'ymang. Oilangizdagi pensionerlarga, qo'shnilarga, tanishlarga ayting. Chunki ko'p odamlar aynan oddiy ma'lumotni bilmagani uchun sarson bo'ladi yoki pulidan ayriladi. Agar sizda ham Xalq banki, Agrobank yoki O'zmilliy bank orqali pensiya olishda muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi bankda qanday holat bo'ldi? Pensiya kechikdimi? Karta ishlamadimi? Pul ushlab qolindimi? Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Keyingi videolarda pensiya, nafaqa va bank masalalaridagi eng muhim yangiliklarni yana sodda tilda tushuntirib beraman.